Mo'g'ulistonda bitta ruhiy g'oya mavjud. Unda aytilishicha, har birimizda o'zimizning yovvoyi otimiz bor. Hayotda biz shu otni bo'ysundirib, uni minishimiz kerak. Shunda biz o'z imkoniyatlarimizning eng yuqori cho'qqisiga chiqamiz. Ko'pchilik odamlar hayotlari davomida bu otni bo'ysundirishga urinishadi va bu borada muvaffaqiyatsiz bo'lishadi. Temuchin ismli shaxs esa mo'g'ullar uchun o'zining yovvoyi otini juda chuqur darajada bo'ysundirishga muvaffaq bo'lgan. Tarixda zabt etuvchilar yetarlicha bo'lgan. Ko'plab odamlar katta aholi qatlamlarini yo'q qilgan va yerlarni egallagan. Hamda insoniyat tarixida o'z o'rinlarini mustahkamlashgan. Lekin bugungi qahramonimiz umuman boshqacha shaxs. U oldin yashaganlarga o'xshamaydi va kelajakda ham ehtimol bunday odam qayta tug'ilmasligi mumkin. Tarixda ba'zilar qo'shiq aytadi, ba'zilar raqsga tushadi, yana boshqalari esa davlatlar quradi. Shunday shaxslardan biri Chingizxon edi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda 16 million erkak Chingizxon avlodi hisoblanarmish. Bu agar rost bo'lsa, har 200 kishidan biri degani.